Pechenkalarim bilasizlar, bo'yim baland, ko'p kiyimli, kalta keladi. Normalni kiygani tepasi ochiq bo'ladi. Men o'zimga bitta zo'r tikuvchi topganman. Xohlagan fasonimda zo'r kiyimlarni tikib beryaptilar. Endi o'zim o'sha kiyimlarimga bitta fason tanlab, materialini ham olgani Abu Sahiga keldim. Abu Sahiga kirishim oson bo'lmadi. Xursandman, bu yerda ham pechenkalarim ko'p ekan. Aynan bozordan lyonovoy material uchrataman deb umuman xayolimga ham kelmagan edi. Mana bu materialni kim tanidi? Mana shu kiyimim ham mana shu lyonovoy materialdan tikilgan. Bu kiyim o'zi aslida $100 turadi, lekin sizlar materialni olib turib tiktirsanglar, sizlarga yarim narxdan ham arzonga tushadi. Bilasizlar, hozir trendga chiqqan ranglar bu rozovoy, barbi rozovoy, bordovoy va mamnaqa seri svetlar. Ishonasizlarmi, mendan tashqari почти hamma ishlab chiqarish qilyapti. Agar sizlar ham ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lib, yaxshi tikuvchi yoki-da yaxshi narxda sifatli materiallar qidirayotgan bo'lsanglar, stories oxirigacha ham ko'ringlar. Bozorda bularni do'konligi ikkita assortiment kattaligi uchun bemalol kelib, hozir hamma ishlab chiqaryapti-ku, namazniklar, uzun ko'ylaklar, o'sha materiallarni ham bemalol har xillarini do'kondan topsanglar bo'ladi. Bular hib, havoni zo'r o'tkazadi. Narxlari bo'lsa vasha chotki. Qizlar, ustimdagi abaya yoqdimi? Bunaqa abayalarni sizlar o'zingizlar material olib tiktirsanglar arzimagan narxga tushadi. Aynan ishlab chiqarishlar uchun har xil brendovoy materiallarni olib, mana shunaqa abayalar tiktirib, bemalol hijoblilarga sotsanglar bo'ladi. Do'konda lyonovoy materiali 4 xili bor ekan, yumshog'idan tortib qattig'igacha bir kiyimli olsanglar boshqa narx, agar rulonovoy olsanglar, umuman boshqa narxda sizlarga berishadi. Xullas qizlar, vibr juda ham ko'p, ko'rib turganlardek kelib ko'zinglar bilan ko'rmasanglar bo'lmaydi. Agar men ishlab chiqarishda ishlayman, yaxshi tikuvchilaringiz bo'lsa, optimaga zakaz qilaman desanglar, o'zligini ham tikuv sexi bor, bemalol xohlagan fasoninglarda o'zligidan material olib, kiyimlarni tiktirib, maza qilib sotsanglar bo'ladi. O'zimni yaqin tanishimniki, kelsanglar nomidan chiroyli skidka qilib berishadi. Profil va nomerlarini sizlar uchun qoldiraman.